Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlar bilan Dilsev kanali. Yaxshimisizlar azizlarim? Bugungi videoda sizlar bilan bir 2-3 ta karyera matchlari o'tkazamiz. Buning uchun tarkib tuzib oldim. Ko'rishingiz mumkin. Pedrini full qilyapman. Shu ko'k tarkibga o'ynaymiz. Hozir qizil o'yinchilar ko'tarildi. Hozir sizlarga hammasini statistikasini ko'rsatib o'taman. Menda Voltemade bor. Germaniya kecha chiqib ketdi guruh bosqichidan. Ko'rgan bo'lsangiz kerak o'yinni. Voltemade 84 qolib ketdi endi. Rios 84 Portugaliya bilan oxirgi o'yinda 4-4 qildi, 0-0 qildi. Turank, Robertson va Isidor chiqib ketdi. Onana ham chiqdi play-offga, Dikka ham chiqdi. Bu o'yinchi yaxshi o'yinchi ekan. Buni bu yerga o'tkazib olamiz hozir. Qizil o'yinchilarni tarkibimizga tushirib olamiz. Rios Pedrini o'rinda yaxshi o'ynaydi shekilli. Shu yerga qo'yamiz. Onanani shu yerga qo'yaveramiz va Aytnuri yarim himoyada ham juda yaxshi o'ynaydi. Robertsonni bu qanotga qo'yamiz. Isidorni bo'lsa o'ng qanotga qo'yamiz. Rudigerni hozir olib tashlaymiz. Hozir kimni qo'ysak? Kelinlar Mattosni qo'yamiz. Statistikasi Marko Asensio joyida turaversin. Xo'sh. Unda do'stlar o'yinni boshlayman. Like bosing, podpiska bosing. Ovozda muammo bo'lsa yozib keting. Hozir ovozlarni normaga keltirib olamiz. Xo'sh. Napoli bilan o'ynaymiz ekan. Unda o'yinni boshlaymiz. Xudo xolasa qiziqarli bo'ladi. Qiziqarli sharhlar qilib o'ynayman. Siz like bosing, podpiska bosing. Aziz do'stlarim, qo'llab-quvvatlab turinglar. O'zbekmiz-ku. Nima bo'libdi podpiska qilsak? Xo'sh, bu yerda Voltemade oladi. Uzr so'rayman do'stlar, kompyuterimda qochishlar kuzatilmoqda. Xo'sh. Va Isidor yaxshi gol urdi Isidor. Haitining o'yinchisi chiqmadi bu. Afsuski play-offga yo'llanma olmadi, chiqa olmadi. Robertsonda ham shu holat. Chiqa olmadi. Bu yerda kuchlilar chiqadi. Ko'rgan bo'lsangiz, Italiya ham chiqa olmagan hattoki. Rios bilan tepib ko'rmoqchi edim. Yo'lni to'sib qo'yishdi. Poyez qo'yishdi. Atletico Madridga o'xshab. Yaxshi, lekin bu yerda Milinkovic Savichmi kimdir edi. Nunes ko'tarar ekan, mayli Nunes qiyshiq tepadi, bilamiz. Ko'r odam nom bilan mashhur. Ko'pchilik eshitgan ham, ko'rgan ham bo'lsa kerak. Ko'r odam tepamiz. Yaxshi, qanday gol. Wow.
Bunda qanday gol? Baltamadi o'zini darajasini ko'rsatdi. Golni ko'ramiz. Poyezdga o'xshab tepdik oyoqda. Ohoy. Necha metrdan urdi? 32 yarddan 70 udar bilan tepdi. Wow. To'pni aylanishini qarang. Kimgadir sezon pas olishtirish xizmati kerak bo'lsa, shu kommentariyada Telegram rejasini qoldirsin. Albatta sifatli va halol xizmat ko'rsatib beraman. Ishonmaydiganlar bo'lsa, Namangan Kosonsoyga kelib bemalol ochtirib olishi mumkin. Bu yerda Marko Asensio to'pni oldirib qo'yadi. Tepada Williams ushlaydi. Tepada Williams beradi Voltemadi. Yuguradi Nunes. Pas beradi Nunes. Xohlaganini qiladi Asensio. Yaxshi, Asensioni bekorga asosiy tarkibiga tushirmaganini oqladi. Isidor bilan tepamizmi? Nima deymiz? Yo'q, afsuski reklama to'sib qo'ydi. Ha, to'g'ri aytgan ekanman. Bu yerda Milinkovic Savic ekan, bu yerda Aydnuriy to'pni olib beradi. Voltemadi to'xtatib tepmoqchi edi. Isidor qattiq tepib yubordi. Bilgan bo'lsangiz kerak, DLC har xil kartalarni ko'paytirmoqda. Bu nima maqsadda deganlar uchun DLC o'zini cho'nchagini o'ylamoqda deb o'ylayman. Nimaga deganda hozir qora o'yinchilar keladi. 1-iyul kuni shular sariq agentni ochamiz. Sariq agent ochish uchun nima qilamiz? Sabityalar, to'g'ri, Sabityadan yutib ham olish mumkin. Lekin Sabitya kam keladi bilamiz. Shuning uchun u safargiga o'xshab klandan berish kerak menimcha. Keyin hech bo'lmasa bitta ochish uchun bitta berish kerak, bitta sariq agent. Lekin bir tarafdan shunaqa kartalarni ko'paytirishi yaxshi. DLCga ko'p kishi qiziqdi. Agar bilgan bo'lsangiz, u yil DLCning Instagram sahifasidagi obunachilari soni 700 tadan oshiq edi. Hozir bo'lsa 1.400.000 ta. Bunda o'sish uncha futbol o'yinlarida kuzatilmagan yoki nakrutka urganmi bilmaymiz. Lekin haqiqatan ham DLCning ishbozmanlari juda ko'payib ketdi. Bunga sabab shu DLCning har xil kartalari va futbolchilarning haqiqiy reytingi. Futbolchilarni o'zingiz yoqtirgandek kuchaytirishingiz va o'zingiz xohlagan futbolchini olishingiz mumkin. Bitta yomon tarafi bor, O'zbekiston terma jamoasini qo'shmagan DLCga. Nimagaligini bilmaymiz. Agar DLCga taklif yuborsa, o'zbekistonliklar ko'rib chiqishi mumkin. Nimaga deganda o'zbekistonliklar ko'p pul so'ramaydi. DLCga o'zbekistonlarni qo'shishligi uchun. Do'stlar, sizlardan uzr so'raman. Gapirishda biroz muammolar bo'lmoqda. Xo'sh, hozir 36 ta obunachiga ega bo'ldim. Do'stlar, iloji boricha podpishka qilinglar. Nimaga deganda men aytganman, agar bir hafta yoki 2 haftaning ichida obunachim 50 tadan oshsa va shu video 30 tadan ko'p like yig'sa,
DLC'de autoclicker'ni o'rnatishni o'rgataman degandim. Shuning uchun iltimos podpискada bilib turinglar. Kommentariyalarni yondiringlar. Xo'sh, bu yerda Isidor yugurtiramiz. Yugur, yor xafa qilding yoringni. Xo'sh, Labotka. Hozir Chelseadan Enzo Fernandes Realga o'tishi ehtimoli juda katta bilgan bo'lsangiz kerak, Instagram sahifalarida ko'rgan bo'lsangiz kerak. Bu yerda hozir Voltemada bilan gol urolmadik. Yo'q, Milinkovic-Savic to'pni koptokni ushlab oldi. Chelseadan Kukurela va Enzo Fernandes Realga o'tishi. Kukurela o'tib bo'ldi, Enzo Fernandes o'tishi aniqlashmoqda. 90% o'tadi deyapti ishonchli manbalar. Michael Olise ham bu haftaning ichida 200 million yevrolik taklif yuborishi kutilmoqda. Ko'ramiz bu taklifga Olise nima derkin. Olise ha deyishi aniq, lekin Bavariya prezidenti uni qo'yib yuborishga rozi emas. Eshitgan bo'lsangiz kerak. Balkim 220 million yevrodan ham ko'p taklif yuborar. Buni o'zi biladi. Hozir jahon chempionatida favorit jamoa kim? Shu kommentariyaga yozib ketinglar. Men uchun Portugaliya yoki Fransiya. Nimaga deganda hozir Portugaliya ham yutishi ehtimoli katta. To'g'ri, yutqazyapti, durang qilyapti. Bu uncha zarar qilmaydi, lekin biron marta yutqazmadi. Buni hisobga olishinglar kerak. Xo'sh, bu video hozir 12:28 da olinyapti ekan. 12:28. Xo'sh, kamida 2:40larda bu video qo'yiladi. Iltimos boricha podpishka qilinglar. Hozir man of the match Voltemada bo'ldi. Bitta assist va bitta gol. Reklama ko'rmaymiz. Sizlarning vaqtingizni olmayman. Xo'sh, bu yerda aynan Osimhenning davlatidan ekan. Bu futbolchi qayerda o'ynaydi? Taniydiganlar bormi? Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Manchester Cityning oldingi o'yinchisi. Oldingi emas, u sezon ham Manchester Cityda o'ynagan bo'lishi kerak. Group Stage Heroes. Guruh bosqichi qahramonlari Pepe ekan, Nicolas Pepe, Yoan Vissa. Ko'rgan bo'lsangiz O'zbekistonni xorladi deb ham bo'lmaydi, lekin yaxshi o'ynadi O'zbekistonga qarshi. Bellingham juda yaxshi o'yin ko'rsatmoqda. Kamida qaytib 85 reytingga qaytib oladi. Kobel ham yaxshi Trossard yondirmoqda desam bo'ladi. Hozir men sizlarga nimani ko'rsatmoqchi edim? Bu yerdan sizlarga reytingi ko'tarilgan o'yinchilarni ko'rsatmoqchi edim. Mana Barkolarni ko'rishingiz mumkin. Bomba. Shu yerdagi hammasini o'ylash kerak edi. Depaul ham juda yaxshi. Mana bu Williamsni qarang. Tezliklar nima deyapti bu? Bu yerda hozir group stage. Qolganlarda round of 32 bo'lishi uchun 6 kun vaqtimiz bor ekan. 6 kun ichida yana yangilanadi, o'yinchilarning reytingi ko'tariladi. Hozir esa bugungi videoni tugataman. Videoga like bosing, podpiska bo'lsangiz xursand bo'lgan bo'lardim. Xayr, salomat bo'ling. Sizlar bilan DLC Yusufjanov kanali.